Oltin zamon xabarlari. Buyuk Britaniya O'zbekistonda ipotekaga doir bolalar uchun ta'lim dasturlarini amalga oshirmoqchi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston elchixonasida Britaniyaning Think Equal tashkiloti asoschisi va direktori Lesli Utvin bilan uchrashuv avvalida Lesli Utvin Think Equal tashkilotining faoliyati va ta'lim dasturlari to'g'risida batafsil aytib berdi. Uning aytishicha, dasturlar bolalarda ipoteka va hissiy savodxonlik, o'z-o'zini boshqarish, tanqidiy fikrlash va muammolarni oqilona hal etish, kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal qilish va boshqa muhim qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. O'quv dasturlar 30 haftalik bo'lib, har haftada 3 marta 30 daqiqalik darslarni o'z ichiga oladi. Think Equal tashkiloti 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlarini amalga oshiradi. Dasturlar ayni vaqtda Hindiston, Keniya, Kanada, Avstraliya, Janubiy Afrika, Meksika, Singapur, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda maktablarda hamkorlik asosida yo'lga qo'yilgan. Buyuk Britaniyalik 500 dan ortiq o'qituvchi O'zbekistondagi maktablarga keladi va Buyuk Britaniyada ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi hamkorlar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham tashkil etildi. Tadbir doirasida Viso tashkiloti bilan ikki tomonlama hamkorlik kelishuvi imzolandi. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan xabar qilgan